Assalomu alaykum qadrdon muxlis, sizlar bilan yana Uz Extreme va Do'xuo tahlili kanali. Osmondagi janglar do'xuosini bugun tahlil qilamiz. Osmondagi janglar Xitoyda Dopu Changkoin, Xitoydagi eng mashhur do'xuolardan biri bo'lib, u mashhur yozuvchi Tiansan Tudou tomonidan yozilgan, xuddi shu nomdagi web novella asosida yaratilgan. Ushbu asar Suan fantaziya, jang san'ati, kultivatsiya, sarguzasht va drama janrlarini o'zida mujassam etadi. Donghua ilk bor 2017-yilda efirga uzatilgan bo'lib, qisqa vaqt ichida juda katta mashhurlikka erishgan. Hozirga kelib bir nechta mavsumlar, maxsus epizodlar va alohida hikoyalar chiqarilgan bo'lib, asar nafaqat Xitoyda, balki butun Osiyo va dunyo bo'ylab do'xuo muxlislari orasida juda mashhurlikka erishgan. Sujet haqida qisqacha to'xtalib o'tsak, hikoya markazida Xiaoyan ismli yigit turadi. U bu dunyodan bo'lgan inson emas edi. Aniqroq aytganda, uning ruhi bu dunyoga tegishli emas edi. U yer deb ataluvchi chuqur moviy sayyoradan kelgandi. Nega, qanday qilib bu yerga kelib qolganining sababi u o'zi ham tushunmasdi. Biroq shu yerda ma'lum vaqt yashaganidan so'ng, u asta-sekin haqiqatni anglab yetadi. U boshqa olamga o'tib ketgan edi. O'tgan hayotida Xiaoyan oddiy, o'rta me'yorli inson bo'lgan. Boylik, shon-shuhrat va go'zallik uning hayoti bilan go'yo parallel ravishda harakat qilgan, ammo hech qachon kelisha olmagan. Ammo bu qit'aga kelgach, Xiaoyan qat'iy harakatga tushadi. Chunki ikkinchi hayotidagi tajribalar tufayli uning ruhi oddiy odamlarnikidan ancha kuchli bo'lib qolgandi. Xiaoyan yer sayyorasida qayta tug'ilgan inson. Douchi qit'asida esa Xiaochan ismli sulola boshlig'ining 3-o'g'li sifatida dunyoga keladi. Bu ma'lumotni juda ham kamchilik biladi, chunki bu haqida novellaning 2-bobida aytilgan xolos. Donghua bu haqida hech qanday ma'lumot berilmagan. Shunday qilib, bu Donghua ham isekai hisoblanadi. U bir vaqtlar Jami imperiyasida tengsiz daho sifatida tanilgan, atiga 11 yoshida kuchli jangchi sifatida yetishib, kelajagi juda porloq edi. Ammo noma'lum sabab tufayli uning kuchi to'satdan yo'qola boshlaydi. 3 yil davomida u kuchsizlanib boradi va oxir-oqibat oddiy odam darajasiga tushib qoladi. Bu holat Xiaoyanning jamiyat oldida sharmanda qiladi. Ilgari uni hurmat qilganlar endi masxara qila boshlaydi. Do'stlari yuz o'giradi. Hatto unashtirilgan qizi Nalan Yaran nikohni bekor qilib, uni omma oldida kamsitadi. Bu voqea Xiaoyanning qalbida kuchli nafrat va qat'iyat uyg'otadi. Keyinchalik ma'lum bo'ldiki, Xiaoyanning kuchini sirli ruh Yao Lao Yaochen so'rib kelgan. Yao Lao qadimiy va nihoyatda kuchli alkimyogar bo'lib, u Xiaoyanni shogird sifatida oladi. Shu vaqtdan boshlab Xiaoyanning haqiqiy sayohati boshlanadi. Do'xuoni ko'rmoqchi bo'lsangiz, Banana TV platformasidan sifatli dublyajda va original formatda tomosha qilishingiz mumkin. Darajalar tizimiga keladigan bo'lsak, osmondagi janglar dunyosida kuch manbai Douchi hisoblanadi. Har bir jangchi Douchi orqali o'z kuchini oshiradi. Kultivatsiya darajalari juda aniq va qat'iy tuzilgan. Douchi, Doushi, Doushi, Douling, Douwang, Douhuang va Douzong. Douzondan keyin kuchli darajalar boshlanadi. Douzun, Banshen. Banshen darajasi yulduzi yo'q, faqatgina o'rta bosqichdagi daraja. Ular o'rta, kechki va boshlang'ich darajalar bo'ladi xolos. Undan so'ng esa Dousheng va eng oxirgi, eng yuqori daraja bu Doudi. Doudi darajasi ma'bud darajasi emas, balki imperator darajasi hisoblanadi. Ko'pchilik ma'bud darajasi deb o'ylaydi, lekin bu hatto Xitoy tilidan o'zbek tiliga tarjimasi ham aynan imperator bo'ladi. Xiaoyan ushbu barcha bosqichlardan og'ir mehnat, hayot-mamot janglari va katta qurbonliklar orqali o'tib keladi. U oddiy iste'dod emas, balki mehnat, sabr va iroda orqali kuchga erishish mumkinligini isbotlaydi. Donghua eng muhim jihatlardan biri bu alkimyogarlik. Xiaoyan Yao Lao yordamida alkimyogar bo'lib yetishadi. Alkimyogarlar dorilar tayyorlash orqali darajalarni tezlashtirishi, jarohatlarni davolashi va jangda ustunlikka erishishi mumkin. Alkimyogarlik darajalari 9 ta alkimyo darajalariga bo'linadi.
Xiaoyan yosh bo'lishiga qaramay nihoyatda yuqori darajali alkimyogarga aylanadi va butun qit'ada mashhur bo'lib ketadi. Donghudagi asosiy qahramonlar bu Xiaoyan, asarning bosh qahramoni, aqlli, qat'iyatli, adolatparvar, lekin zarur bo'lsa shafqatsiz ham bo'la oladi. U hech qachon taslim bo'lmaydi va do'stlarini himoya qilish uchun jonini ham fido qilishga tayyor bo'ladi. Yao Lao yoki Yao Chen Xiaoyanning ustozi, qadimiy alkimyogar va nihoyatda kuchli shaxs. U Xiaoyanga nafaqat kuch, balki hayotiy saboqlarni ham beradi. Asardagi yana bir qahramon Suner, Xiaoyanning bolalikdagi do'sti va asosiy sevgi qahramoni. U sirli va nihoyatda kuchli nasldan chiqqan Xiaoyanga doimo ishonadi va uni qo'llab-quvvatlaydi. Asarni yoki do'xoni bezab turuvchi eng sirli va eng qudratli va eng go'zal qirolicha Meduza personaji. Ushbu personaj ilon odamlar qirolichasi, sovuqqon, mag'rur, kuchli ayol. Keyinchalik Xiaoyanning hayotida muhim o'rinni egallaydi. Voqealar rivojida Xiaosen, Tianhu, Muz imperatori Haybadong, Jiashitang shu kabi ko'plab personajlar uchraydi va ular orasidagi eng kuchli personajlardan biri Xiaoyanning bobosi Xiao Suan bo'ladi. Donghudagi eng qiziqarli va odamni o'ziga jalb qiladigan narsa janglar va dramatik sahnalar hisoblanadi. Donghua juda ko'p epik jang sahnalari bilan mashhur. Har bir jang shunchaki kuch to'qnashuvi emas, balki strategiya, tajriba, aql sinovidir. Xiaoyan ko'pincha o'zidan kuchliroq dushmanga qarshi kurashadi va aql bilan g'alaba qozonadi. Grafika va animatsiyasiga kelsak, osmondagi janglar do'g'asi mavsumdan mavsumga grafik jihatdan sezilarli darajada yaxshilanib borgan. So'nggi mavsumlarda yuqori sifatli 3D animatsiya, realistik effektlar, chiroyli rang sahnalari, emotsional mimikalar. Animatsiya sifati uni boshqa do'ng'ulardan ajratib turadi. Asarning asosiy g'oyalari esa hech qachon taslim bo'lmaslik, mehnat, sabr orqali kuchga erishish, do'stlik va sadoqat, o'tmishdagi xatolarni yengib o'tish, o'z qadriyatiga sodiq qolish kiradi. Xulosa qilib aytganda, osmondagi janglar bu shunchaki janglar haqidagi Donghua emas. Bu insonning pastdan eng yuqori cho'qqiga chiqishi, iroda va qat'iyat g'alabasi. Haqiqiy kuch nima ekanini ko'rsatuvchi buyuk asardir. Shu sababli bu Donghua olamida afsonaviy darajaga ko'tarilgan. Bu Donghuani o'zbek tilida sifatli tarjima va sifatli ovozda ko'rmoqchi bo'lsangiz, unda marhamat, Banana TVda ongoing bo'lgan har haftalik premyera qismlarini ko'rib borishingiz mumkin. Hoziroq Play Market yoki App Store orqali yuklab oling. Sizlar bilan Donghua tahlili kanali va ovozda Uz Extreme, ssenariy muallifi Yoriji. Kelgusi video roliklarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.